Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Mana nihoyat bizning keyingi galgi audio hikoyamiz chiqmoqda. Hikoyaning nomi esa noma'lum maxluq deb ataladi. Agar sizlar tayyor bo'lsanglar, men hikoyani boshlayman. Yana aytgancha bolalar, bu videoni 16 yoshdan kichik bo'lgan bolalar ko'rishi tavsiya etilmaydi. Sizlar tayyor bo'lsanglar, men audio hikoyani boshladim. 2022-yil kuz oylarida men do'stim bilan ko'chada sayr qilib yurardim. Do'stim bilan yurgan paytimizda hamma yoq yaxshi, zerikmasdim. Kunlardan bir kun do'stim bilan qishloqqa, ya'ni do'stimni buvisini uyiga ketirgan bo'lib qoldik. Ya'ni men ham ergashib oldim. Ota-onamdan so'rab, meni olib ketishni so'radim va meni olib ketishdi. Yerga borgach, ish qilish, hamma narsani o'rganib oldim. Do'stim bilan mol boqardik. Kunlardan bir kun do'stim bilan mol boqib yurganimizda qishloqning narigi betida joylashgan bir joyga borishga qaror qildik. Do'stim yerga aytib qoldi. U joyda bitta uy bor. Aytishlaricha, yerda qandaydir ajina jinlar bor ekanmish. Balki yerga borib ko'rmaymizmi dedi. Men do'stimga qaradim. Yo'q, oshna bo'lmaydi. Biz yerga borib yo'qolib qolsak-chi, kim javob beradi dedim. U esa qo'rqma, biz uddalaymiz, borib kelamiz, yur dedi. Mollarchi dedim. Mollar o'zi o'tlab yurishaveradi. Ketdik dedi. Va men ham rozi bo'ldim. Va o'sha qishloqning narigi tarafiga keta boshladik. Va yerga yetib ham keldik. Yetib kelgach, u yerda yaxshilab tekshirdik. Va do'stim bilan yerda videoga olishga qaror qildik. Men shaharga qaytgach, rosa ko'p obunachi yig'aman, bu videoni qo'ysam. Ular hammaga qiziq bo'ladi bu mavzu dedim. Do'stim, "Ha, mayli, videoga ola qol, uyga borib kech payt ko'rib o'tiramiz. Kameraga balki boshqa narsalar ham tushib qolar" dedi. Men esa rozi bo'ldim va videoga olib ketdik. Hamma yoq joyda videoga oldik, orqa tarafini, ichkarilarga ham kirib chiqdik hattoki. Va qaytish tomonlarni olib biz uyga yetib keldik. Uyga yetib kelgandan keyin do'stim aytib qoldi. "Ana videoni bir ko'raylik, yur" dedi. Va biz videoni ko'ra boshladik. Birinchida yaxshi tuyuldi. Keyin ikkinchi videoni ham ko'ramiz deb ikkinchi videoni ochganimizda esa nimadir video tasvirga tushib qolgan. Men yerda daraxtlarning tagini videoga olayotganimda qandaydir qora sharpa meni videomga tushib qolgandi. Qanaqa sharpa maxluq ekan deb yaqinlashtirib ko'rdim. Ko'zlari qizil, qop-qora maxluq edi. Buni ko'rib do'stimning rangi oqarib ketdi. "Ha, nima bo'ldi senga?" dedim. U aytishlaricha bu yerda qanaqadir afsona bor. U maxluq odamlarga hujum qilar, ko'pchilik odamlar, hayvonlarni qirib tashlagan ekan. U taxminan 1975-yillarda, 79-84-yillarda rosa mashhur bo'lgan va odamlarni birma-bir qirib tashlagan. Qanday maxluq desanglar, bu maxluqning nomi esa hozirgacha sir qolmoqda. Shuncha hikoyaning nomi ham noma'lum maxluq. Bu maxluq odamlarga hujum qilar va ko'pchilik yo'qolishiga aynan shu maxluq sababchi deb topilgan. Aytishlaricha bu maxluq ko'rgan odam aqlni ozadi va izsiz g'oyib bo'larmish. Men ham qo'rqib ketdim. Do'stimga, "Jinnimisan? Oddiy sharpa-ku bu, kameraga tushib qolgan, balki soyadir. Qandan bilasan?" dedim. Do'stim esa, "Yo'q, menga buvim aytib bergan. Bu rostdan o'sha maxluq. Biz yerga tezda qaytib borib video olishimiz kerak. Hamma bu videoni ko'rsa aniq mashhur bo'lar, do'stim. Tur o'rningdan" dedi. "Jinnimisan? Axir ketib tushyapti-ku" dedim. U esa qarshilik qildi. "Mayli, yur, video olishimiz kerak" dedi. Men esa, "Yo'q, men bormayman" dedim. U meni bir amallab ko'ndirdi ham. Va biz kameralarimizni olib, fonariklarimizni olib u yerga bordik. Yerga borgach, sekin kulbaga yaqinlashdik va kulbaning ichini qaradik. Avvalgida hech narsa yo'q edi. Keyin esa bir narsaga ko'zim tushdi. "Do'stim, manoni qara" dedim. U ham qaradi. "Boshingni eg" deb biz engishib oldik. Va u maxluqni biz diqqat bilan kuzatib turardik. U maxluq yoqdan bu yoqqa yurardi. Ba'zi ko'zdan g'oyib bo'lib qolardi. Biz esa, "Ana, ko'rdingmi, bu yerda nimadir bor" deb videoga olish boshladik. Va do'stim YouTube'dan live, ya'ni premo efir qilmoqchi bo'ldi. Mana men hozir qishloqdaman, qandaydir tashlandiq joyga keldik. Bu yerda qandaydir maxluq yuribdi deb gap boshladi. "Do'stim, ahmoqmisan? Videoni o'chir, bizni sezib qoladi" u dedim. U esa, qo'rqoq, bizni sezmaydi, qo'rqma" deb uni videoga ola boshladi. Ya'ni live videoni olish boshladi. Uni obunachilari u yerdan tezda ketishini ogohlantirish bersa ham do'stim baribir video ola boshladi. Keyin esa maxluq bizni payqab qoldi va qattiq o'kirgancha biz tomonga hujum qila boshladi. Biz esa qo'rqqandan qocha boshladik. Qochganimizning foydasi bo'lmadi. Do'stimni ushlab oldi maxluq.
Mahluq do'stimni ushlab, do'stim esa baqira boshladi. Meni qo'yvor derdi. Mahluq uni tortib ketdi. Va men ham qo'rqib ketdim va do'stimning orqasidan bordim. U qandaydir portalga o'xshagan narsa ochdi va do'stim tortib ketdi boshladi. Men yo'q, to'xta degancha qolib ketdim. Do'stimni u tortib ketdi. Va men tezda orqaga yugura boshladim va bo'lgan voqeani uni buvisiga aytib berdim. Buvisi esa yig'lavordi va politsiyani chaqirdi. Politsiya yetib keldi. Tergovlar shuni ko'rsatdiki, do'stim izsiz yo'qolgandi. Oradan bir hafta, bir oylarcha o'tdi. Do'stimdan darak ham yo'q edi. Bir kun do'stim tushimga kirib qopti. Do'stim tushimda aytishi bo'yicha yana o'sha joyga borib, qandaydir sirni yetishib kerak ekan. Men ham bu rostdan balki shundaydir degancha ertasi kuni u joyga bordim. U joyga yetib kelgach, o'sha do'stimni aytgan narsasini qidira boshladim. Ichkariga kirdim, qandaydir sandiq ko'rib qoldim. U sandiqni ochmoqchi bo'ldim, lekin unda katta qulf ilingandi. Men tosh topib keldim va u qulfga ura boshladim. Qanchalik urinmay, lekin qulf sinmasdi. Men qayta va yana qayta urardim. Oxiri qulf sindi va men sandiqni ochdim. Unda qandaydir kitob bor edi. U kitobga men ochib o'qiy boshladim. Qandaydir eski turk tilida, g'alati tilida. Men tushunmadim. Keyin esa uni uyga olib ketdim va Google brauzerdan uni qidira boshladim va tarjimasini ham chiqardim. Aytish bo'yicha bu kitobni ochgan odam har xil sehr, har xil afsurlar o'qib olar ekan. Men xursand bo'lib ketdim. Bir tarafdan do'stimni qaytarmoqchi bo'ldim va kitobni o'qib boshladim. Qandaydir duo bor ekan, uni Google nimasidan tarjima qilib bo'lmadi va eski turk tilida o'qishga majbur bo'ldim. Va kitobni ochib turib, o'zim yakka qolganda, bu kitobda aytilishi bo'yicha o'zim yolg'iz qolganda, svetlarni o'chirib, 5 ta sham yaqib o'rtasiga o'tirib, qandaydir duo o'qish kerak ekan. Va men u duoni o'qiy boshladim. Do'stimning buvisi yo'qligidan men foydalanib qoldim va u kitobni ochib, eski turk tilida qandaydir duo o'qishni boshladim. Hamma yo'q titrab boshladi. Shamlarim ham o'chib qoldi. Keyin birozdan keyin qarasam, bitta sham o'chmagan ekan. U hattoki shamda qarab tursam, shamda qandaydir jin yoki qanday iblis gavdalanib turardi va orqamdan qandaydir portal ochildi va meni ham tortib ketdi. Shu bilan bugungi audio hikoyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga yoqqan bo'lsa, obuna va like bosishni esdan chiqmasin. Kanalimizda yangilar ayniqsa obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan ham qiziq videolar, audio hikoyalar hali oldinda.